Al-vakil bandalarini o'zini ilmi va komil qudrati va barcha narsani qamrab oluvchi hikmati bilan boshqaradi va insonlarni rizqlarini, hojatlarini o'z zimmasiga olgan zot. Alloh taolo bir oyatda aytadiki: Allohu xoliqu kulli shay va huwa ala kulli shay'in vakil. Alloh barcha narsani yaratuvchi bo'lgan zot va u barcha narsaga vakil bo'lgan zot. Ya'ni barcha narsani yaratadi-da, shunday tashab qo'ymaydi, balki bu yaratgan bandalarini qilayotgan ishlarida ularni intilgan narsalarni hosil qiluvchi. Al-vakil shunday zotki, bandalar unga iltijo qilib duo qilsa va unga suyansa va uni qudratiga va hikmatiga ishonib ishlarini topshiradigan bo'lsa, kifoya qiladigan zot. Alloh taolo aytadiki: "Alaysallohu bikafin abda." Alloh bandasiga kifoya qilmaydimi deydi. Albatta kifoya qiladi. "Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu." Kim agar Allohga tavakkul qilsa, Alloh unga kifoya qiladi. Al-vakil ma'nosi shu. Agar unga tavakkul qilinsa, ishlarni topshirilsa, u kifoya qiladigan zot. Bo'l, yetadi. Boshqa hech narsa kerak emas. Allohga suyanildimi, Allohning o'zi kifoya qiladi degan. Bu ism bilan Allohga qanday ibodat qilamiz? Birinchisi, Allohni vakil qilib tutamiz. Alloh taolo bir oyatda aytadi: Robbul mashriqi val mag'rib la ilaha illa huwa fattakhidhu vakila. Mashriqni va mag'ribni Robbisi u. Undan o'zga iloh yo'q. Shunday ekan, unigina vakil qilgin deydi Alloh taolo. Malikul muluk bo'lgan zot va barcha narsani Robbisi, egasi, boshqaruvchisi bo'lgan zot. Bizga Allohni vakil qilgin deyapti. Va faqat undan boshpana istashimizni buyuryapti. Va ishonchimizni faqat unga bog'lashimiz, umidlarimizni faqat unga bog'lashimizni talab qilyapti. Va shu bilan birga fattakhidhu vakila, ya'ni unigina vakil qilgin deb turib, boshqa oyatda uni ziddi bilan alla tattakhidhu min duni vakila. Mendan boshqani vakil qilma deyapti. Demak, Allohdan boshqani vakil qilishlik Allohga boshqani sherik qilishlik bo'ladi. Chunki kim agar boshqaga suyanadigan bo'lsa, boshqaga ishonib ishlarini topshirib shu bilan xotirjam bo'lsa, demak Allohdagi qudrat unda ham bor degan bir ishoraga dalolat qiladi bu. Ya'ni vaholanki Allohdan boshqa hech kim sizga na ziyon, na foyda keltirishga qodir emas. Bizga keladigan zararni daf qilib turuvchi va bizga yetgan musibatni bizdan ketkazuvchi va bizga kerak bo'lgan barcha foyda, manfaatlarni bizga ato qiluvchi, biz intilgan yaxshiliklarni samarasini bizga ko'rsatuvchi. Bu faqat vakil bo'lgan zotning qudratini ichidagi narsa. Boshqa hech kimda bunday qudrat yo'q. La havla va la quvvata illa billah. Mana Nabiy sallallohu alayhi vasallam buyurdilarki, la havla va la quvvata illa billah zikrini ko'proq etgin dedilar. Chunki bu jannat xazinalaridan. La havla. Havl degani bir holatdan ikkinchi holatga o'tish degani. Na bir holatdan ikkinchi holatga o'tish yo'q, na quvvat yo'q illo Alloh bilan birga. Kambag'allikdan boylikka, zaiflikdan quvvatga, ilmsizlikdan ilmga, zalolatdan hidoyatga, zulumotdan nurga va hokazo. Har qanday holatdan ikkinchi holatga o'tishlik faqatgina Alloh bilan birga bo'ladi. Allohning izni bilan, Allohning qudrati, yordami bilan bo'ladi. Boshqacha yo'l bilmas. Odam agar puliga ishonib qolsa, mansabiga ishonsa, tanish bilishiga ishonsa, palonchilarga ishonsa, bularni barchasi Alloh izn bermaguncha foyda bermaydi. Shuning uchun biz qalbimizda faqat al-vakil bo'lgan Allohgagina suyanishimiz kerak, undangina umid qilishimiz kerak. Chunki boshqasi unga qodir emas. Mana shu e'tiqod o'laroq bizni qalbimizga singish kerak bo'lgan narsa. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qayg'uga botgan, g'am tashvishga botgan kishini duosini bizga o'rgatdi. Tashvishga tushib qolgan odam qanday duo qilish kerak ekanligini bizga ta'lim berdi. Bu duo shunday hadisda mana keladi. Allohumma rahmataka arju
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Allohim, seni rahmatingdan umid qilaman. Meni o'z holimga bir zumga ham tashab qo'yma va barcha ishlarimni isloh qilgin. Sendan o'zga iloh yo'q deyiladi. Sendan o'zga vakil yo'q deganida. Mana shu ma'nosini qalbimizdan o'tkazib, shu ma'nosiga e'tiqod qilib aytishimiz kerak bu duoni. Shunchaki lafzni o'zi emas. Lafzini yodlab olib shunchaki qaytarib yurishlik bizani qayg'u, tashvishlardan qutqarmaydi. Biz buni e'tiqod qilishligimiz qutqaradi. O'zi barcha ibodatlarda biz o'sha qoidani unutmasligimiz kerakki, zikrlar faqat lafzi o'zida kifoya qilmaydi. Zikrlarni tilimiz bilan ham aytishimiz kerak va qalbdan e'tiqod qilishimiz kerak bunga. Qalbda e'tiqod qilishimiz kerak bunga. Allohni al-vakil deb bilgan kishi qayg'uga botgan paytda, g'am tashvishga botgan paytda faqat Alloh uni bu tashvishlardan xalos qilishga qodir ekanligini qalbidan e'tiqod qilish kerak. Bunga ishonish kerak. Va undan boshqa hech kim uni xalos qila olmaydi degan chuqur e'tiqod bo'lish kerak. Keyin mana shu duoni o'qilsa, biiznillah yengillik keladi. Mana Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizga yotishdan oldin o'qiladigan duoni o'rgatdi. Aytdilarki, birontanglar agar to'shagiga yotmoqchi bo'lsa, namozga tahorat olgandek tahorat olsinda, 10 yonboshiga yotsin dedilar. Va shunday desin: Allohumma aslamtu wajhi ilayk va fawwadtu amri ilayk va alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalta va bi nabiyyika alladhi arsalta. Ma'nosi shuki, Allohim, men senga yuzimni taslim qildim va ishlarimni senga topshirdim. Seni rahmatingdan umid qilgan holda va seni azobingdan qo'rqqan holda senga suyandim. Sendan o'zgada panoh yo'q. Va sen nozil qilgan kitobga iymon keltirdim va sen yuborgan payg'ambarga iymon keltirdim. Mana shu duoni o'qib yotishlikni Rasululloh buyurdilar sallallohu alayhi vasallam. Bu yerda nihoyatda buyuk e'tiqodiy tushunchalar bor. Bularning asosida Allohni al-vakil qilib ushlashlik bor. Ya'ni barcha ishlarini Allohga topshirib, Allohga suyanib, uni rahmatidan umid qilgan holda, uni azobidan qo'rqib, mana shu duoni aytib so'rab uxlashlik bor. Va biz bu mavzuda o'rganishimiz kerak bo'lgan eng muhim ibodatlardan biri bu istixora namozi. Mana sahobalar aytishadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga istixora namozini xuddiki bir Qur'ondan bir sura o'rgatgandek o'rgatardilar deydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar birontanglar bir ish qilmoqchi bo'lsa, 2 rakat namoz o'qisinda, oxirida shunday desin dedilar: Allohumma inni astakhiruka bi'ilmik va astaqdiruka biqudratik va as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru va la aqdir va ta'lamu va la a'lam va anta 'allamul ghuyub. Allohumma inni astakhiruka bi'ilmik. Allohim, men ilming bilan men uchun ixtiyor qilib tanlab berishingni so'rayman. Va astaqdiruka biqudratik, va qudrating bilan meni qodir qilishingni so'rayman. Va as'aluka min fadlikal azim, va seni buyuk fazlingni istayman. Fa innaka taqdiru va la aqdir. Albatta sen taqdir qiluvchi, qodir bo'lgan zotsan, men qodir emasman. Va ta'lamu va la a'lam, va sen bilguvchisan, men bilmayman. Va anta 'allamul ghuyub, va sen g'ayblarni biluvchi zotsan. G'ayblarni degani bizni o'tmishimizni ham, kelajagimizni ham biladigan zot. Allohumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini va ma'ashi va aqibati amri faqturhu li va yassirhu li thumma barik li fihi. Allohim, agar sen shu ishni menga xayrli deb bilsang, dinim uchun ham, dunyoyim uchun ham, oxiratim uchun ham shu ishni xayrli deb bilsang, menga buni taqdir qilgin, menga buni oson qilgin, so'ng baraka bergin menga bunda.
Va in kunta ta'lamu anna hadha sharrun li. Agar bu menga yomon desang, ya'ni xayrli emas, balki yomon deb bilsang, fasrifhu anni wasrifni anhu waqtur li al-khayra haythu kana thumma ardini bih. Agar uni menga yomon deb bilsang, bu ishni meni undan uzoq qilgin, uni ham mendan uzoq qilgin, ya'ni meni teskari qilgin yuzimni degani bunga. Keyin menga yaxshisini o'zing taqdir qilgin va meni taqdir qilgan narsang bilan rozi qilgin. Qarang qanchalik go'zal bu duo istixora namozida o'qiladigan. Bu bandani eng mukammal suratda Robbisiga ishlarini topshirib, tamomiy unga ishonish, Allohga ishonib topshirib qo'yishida. Bir misol tarzida aytaman. Bir yigit bir qizni yaxshi ko'rib qoldi. Masalan, ko'ngli tushdi unga. Ko'rinishni ham yoqtirdi, gap so'zini yoqtirdi. Oilasi, boshqasi har jihatdan to'g'ri kelgandek tuyulyapti bunga. Lekin mana shu mo'min odam doim Al-Vakil ismiga bog'lanib, unga suyanib yashaydigan odam har bir ishini Alloh bilan maslahatlashish kerak ekan. Rasululloh o'shancha o'rgatdi bu namoz bizga. Har qanaqa ishdan avval namozga turadi, istixora namozini o'qiydi. Alloh bilan maslahatlashadi. Ya'ni mana shu duoni o'qiydigan bo'lsa, tasavvur qiling. U sevib qoldi, ko'ngli tushdi, lekin nafsini bir chekkaga suryapti. Namozda turib aytayaptiki, Allohim, men bilmayman. Sen bilguvchisan. Sen g'ayblarni bilasan. Men qodir emasman, sen qodirsan. Seni men uchun tanlab berishingni istayman. Agar bu qiz meni dinimga, dunyoyimga, oxiratimga xayrli bo'ladigan bo'lsa, menga uni taqdir qilgin, oson qilgin bu ishni menga. So'ng bizni hayotimizga baraka ber o'zing. Agar lekin bu qiz menga xayrli bo'lmaydigan bo'lsa, balki yomonlik bo'ladigan bo'lsa, meni undan uzoq qilgin. Uni ham mendan uzoq qilgin. Keyin menga nima xayrli bo'lsa, o'shani taqdir qilgin. Taqdir qilgan narsangga rozi qilgin meni. Qarang qanchalar Allohga suyanish bor, qanchalik Allohga ishlarni topshirish bor bu yerda. Har bir ishda, tijoratda boshlamoqchimisiz bir yangi. Safar qilmoqchimisiz qayergadir. Kim bilandir bir muomala qilishingiz kerak. Har qanday holatda namozga kirib istixora namozida shu duoni aytib so'ralsa, Alloh albatta sizga xayrlisini ko'rsatadi va bu ishingizda yomonlik bo'lsa, o'shani yomonligini alomatini ham ko'rsatadi sizga. Allohga tavakkul qilishlik bu iymonni belgisi va islomni alomati hisoblanadi. Bunga dalil Alloh taolo oyatida aytadiki: "Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Allohgagina tavakkul qilinglar agar mo'min bo'lsanglar deydi. Mo'min bo'lishlikka tavakkulga bog'ladi Alloh taolo. Boshqa bir oyatda "Va qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin." Musa alayhissalom aytibdi: "Ey qavmim, agar Allohga iymon keltirgan bo'lsanglar, unga tavakkul qilinglar, agar musulmon bo'lsanglar" deyapti. Qarang, ham Allohga iymon keltirsanglar dedi, ham musulmon bo'lsanglar dedi, Allohga tavakkul qilinglar dedi. Demak, insonni islomini, iymonini alomati uni Robbisiga tavakkul qilishi bilan ekan.